Bu yil oldinga intilish, muhim qarorlar va haqiqatga aylangan katta maqsadlar yili bo'ldi. Biz kartalar portfelini yangiladik va ularni kundalik hayotning bir qismiga aylantirdik. Woman Card 120 dan ortiq hamkorlarda chegirmalar, Visa PUBG Mobile, UC'da cashback beruvchi karta, imkoniyatlar kartasi, moslashuvchanlik va 55 kungacha imtiyozli davr. Va ilk bor Visa Business va Visa Platinum Business korporativ kartalari. Biz biznes yo'nalishini kuchaytirdik. Trade loan, factoring, acquiring, QR to'lovlar, maxsus tariflar va korporativ yechimlar tadbirkorlarga tezroq va ishonchliroq o'sishga yordam bermoqda. She's Next va We Finance Code ayollarga o'z biznesini boshlash va rivojlanishda ko'maklashmoqda. Madaniyat, moda, san'at va yirik tadbirlar yilimizning muhim qismiga aylandi. Biz xalqaro hamkorliklar qatorini kengaytirdik va bankka bo'lgan ishonchni mustahkamladik. Biz rebranding o'tkazdik va yangi, katta maqsadlar sari strategik yo'nalishini yo'lga qo'ydik. Biz insonlar va loyihalarga sarmoya kiritmoqdamiz. Navruz Recycling, Namangan Fest, Tashkent Ride, Ipak Generation. 2700 dan ortiq xodimlar o'z mehnati bilan bankni har kuni kuchliroq qilmoqda. Bu yil ishonch, jamoa va g'oyalar imkoniyatlarga aylanuvchi kelajak haqida. Ipak yo'li bank, katta maqsadlar sari.